Assalomu alaykum qadrli kitobxonlar. Bugun sizlar bilan O'zbekiston xalq yozuvchisi Rahmat Fayzining Hazrati Inson romani haqida suhbatlashamiz. Rahmat Fayzi Hazrati Inson romanida urushning og'ir mashaqqatlarini boshdan kechirgan, ammo hamma qiyinchiliklarni yengib, dushman ustidan qozonilgan g'alabani yaqinlashtirish uchun mardonavor mehnat qilgan kishilarni tasvirlagan. Romanda Mahkam aka va Mehrinso opalarni yetim go'daklariga ko'rsatgan g'amxo'rliklarini tasvirlar ekan, kishilarimizga xos bo'lgan insonparvarlikni badiiy ravishda ochib beradi. Atoqli o'zbek yozuvchisi Rahmat Fayzi 1918-yilda Toshkentning Beshyog'och mahallasida hunarmand oilasida tavallud topgan. O'rta maktabni tugatib, Toshkent temir yo'llar qoshidagi fabrika-zavod o'quvchilik maktabida ta'limni davom ettirgan. So'ng elektromexanika texnikumida tahsil olgan. Hikoya va qissalari, romanlari bilan o'zbek adabiyoti tarixida o'chmas iz qoldirgan. Rahmat Fayzi ijodiy faoliyati davomida qator gazeta va jurnallarda, obro'li tashkilotlarda ishlagan, davlat mukofotlari bilan taqdirlangan. Yozuvchiga eng katta shuhrat keltirgan asarlaridan biri 1969-yilda yozilgan Hazrati Inson romanidir. Roman tom ma'noda xalqlar do'stligini ulug'lovchi asardir. Unda oddiy o'zbek kishilari Mahkam aka bilan Mehrinso opa oilasining tashvishli va nurli hayoti qalamga olingan. Siz romanda turli millat vakillari bilan uchrashasiz. Ularning orzu va umidlari, g'am va shodliklariga sherik bo'lasiz. Hazrati Inson romanida respublikamizning urush davridagi hayoti misolida xalqimizga xos bo'lgan eng yuksak xislatlar, insonparvarlik, vatanparvarlik xislatlari ulug'lanadi. Ayniqsa xalqimizning bolajon xalq ekanligi real voqealar asosida yuksak mahorat bilan tasvirlangan. Romanda insonlar taqdiri, hayotning naqadar mukammal ekanligi ajoyib tarzda yoritib berilgan. Adib asarda birinchi navbatda tinchlikka rahna solgan, qonli urushni qoralaydi. Ayniqsa urush voqealiklari har bir ota-onaning qalbida o'chmas dog' qoldirganini so'zlab beradi. Asarda urush tufayli aziyat chekkan Svetlanani Qandolat bibi o'z bag'riga oladi. Qandolat bibi, xafa bo'lmasang, seni saltanat deb atasam, qizim tirilib kelganday, oldimda yurganday bo'lardi deydi. Oyi, deydi Svetlana o'zbek tilida ravon. Svetlana og'ir, achchiq qismatda qisilib, taqdir yetaklab, mana shu begona yurtda, begona shahar, begona odamlar orasida, begona ayol bag'rida umrida birinchi marta begona tilda shu so'zni aytdi-yu, o'zining ham mehri tovlanib ketdi. Oyi degan so'zni necha marta kimlar og'zidan, qayerda, qay holatda eshitgani, miyasiga jo bo'lib qolgani, uning ma'nosi o'sha o'zi o'ylagan aziz ma'noni anglatishiga imoni komil bo'lganini eslolmasdi. Hozir yuragidan otilib chiqqan begona tildagi birinchi so'z o'sha so'z ekan. Mehribon kishining quruq suyak bo'lib qolgan barmoqlari, yumshoq doka ro'mol bilan namiqqan mijjalari, yuzlariga oqqan yoshlarni artganida bildiki, o'sha tilidagisini aytibdi. Oyi, begona degan bu ikki so'z hayot, mamotday bir-biriga zid bo'lib qoldi. Ona degan joyda begona degan so'zning rangi o'chib, qoni qochadi-ku. Shunday emasmi aziz kitobxon? Romanda davr ruhi, zamon nafasi yaqqol sezilib turadi. Hazrati Inson romanida o'z insoniy vazifalarini sharaf bilan bajargan Mahkam aka, Mehrinso opa, Orif ota, Turobjon, Botir, Saltanat kabi badiiy obrazlar bilan birga Usmon Yusupov, Yo'ldosh Oxunboboyev singari shaxs obrazlari orqali ham tasvirlangan. Yozuvchining Hazrati Inson romani o'zbek adabiyotiga ulkan hissa qo'shgan asarlaridan biridir. Urush yillarida turli millat vakillariga mansub 14 ta yetim bolalarni o'z qaramog'iga olgan toshkentlik Shoh Mahmudovlar oilasi xotirasiga Xalqlar do'stligi maydonida o'rnatilgan yodgorlik obidasi insonparvarlikni ulug'lovchi oila sifatida xalqimizni ruhlantiradi.